Og'zida yomon sasiydigan o'rtoqlarim bor-da, tishini qancha yuvsa ham hidlanib yuraveradi. Bularga qanday maslahat berasiz? Og'iz hidlanishi faqat bitta tishga bog'liq emasda. Buni sabablari har xil bo'lishi mumkin. Men hozir sizlarga ikkita sababini aytaman va yo'qotishni bitta usulini aytaman. Albatta shuni qilsanglar foydasi bo'ladi. Bitta sababi hazm qilish sistemasidagi oshqozon va ichak kasalliklari bo'lishi mumkin yoki buyrak kasalligi bo'lishi mumkin. Ikkinchisi esa gigiyena masalasi hisoblanadi. Tishlarning yaxshi yuvmaslikning hisobiga tishlarning orasida ovqat qoldiqlari qolib ketadi va tishlarning ustidagi qarashlarni yaxshi tozalamaslikning hisobiga tishlarning ustidagi qarashlar og'iz hidlanishiga olib keladi. Shuning uchun doim og'iz sasib yuradi. Bunaqa holatda uy sharoitida bitta usulimiz bor. Ya'ni bu tuzli suv hisoblanadi. 1 stakan iliq suvga yarim choy qoshiq tuz solinadi va yaxshilab aralashtirib, og'iz bo'shlig'ini yaxshilab chayib tashaladi. Bu holatda bakteriyalar kamayadi, og'izning milk yallig'lanishi kamayadi, og'izdagi bakteriyalar miqdori kamaygandan keyin og'iz hidlanishi sekin-sekin yo'qoladi.